o'qituvchiman. Davlat texnika universitetining 4-bosqich talabasiman. Hozirda men stajirovka amaliyotini shu yerda, ya'ni Qashqadaryo Havza boshqarmasi tizimida olib bormoqdaman, ya'ni dispetcherlik bo'limida. Bu yerda men shoxstopaga shogird tushib, u kishi bilan yaqindan tanishib, bo'layotgan ishlarni o'rganib bormoqdaman. Bunda esa seminar trening bo'lmoqda. Bu seminar treningda ishtirokchilardan biri bo'lib qatnashmoqdaman. Bu seminar treningning asosiy mavzusi ijtimoiy inklyuzitsiya bo'lib, ijtimoiy inklyuzitsiya har tomonlama jabhalarni o'z ichiga olgan holda bo'lar ekan. Bu ijtimoiy inklyuzitsiyada asosan gender tengligini olib chiqildi, keyin ta'lim va tarbiya, nogironligi va nogironligi bo'lgan shaxslar va adolat kabi tushunchalarni yoritib borilmoqda. Hozirda bu seminar treningimiz aynan shu xonada bo'lib o'tmoqda. Erkak bo'lamiz, ular bilan tenglashamiz degani emas. Gender tengligi faqat o'sha mana mas'uliyatidan qat'iy nazar barcha jinsdagi kishilarning teng huquqlari, majburiyatlari va imkoniyatlarligini tushunishimiz, o'zimiz ularga tushuntirishimiz kerak. Fermer emasman. Shu ayol sifatida hayotga intilaverdim, yashashga o'zimga sharoit yaratdim. Doim harakatdaman. Pensiyaga chiqdim, o'sha yer olib qo'ydim, yerda ishlatishga majbur bo'ldim. Yerda ishlatyapman. Hozir 168 gektarlik tut plantatsiyada tilla raisiman To'qay hududida. Endi ayollar juda jamiyatda harakatchan bo'lmasak, har kunlik axborot, yangilik o'z ustimizda ishlamasak, zamon juda tez rivojlanyapti. Men bu seminar trening bo'layotganidan juda ham xursandman, chunki bu yerdagi katta yoshdagi ayollarimiz va qizlarimiz o'ziga kerakli bo'lgan faktlarni, ma'lumotlarni bilib olgan holda keyingi o'zlari safdoshlariga ham o'rgatishlarini xohlaymiz.